Bu videoni ko'rishdan oldin like bosib niyat qilib qo'ying. Sizlarga ham shunaqa chiroyli xonadonlar qurishni nasib qilsin. Bu obyektimizda sahna огород juda katta bo'lganligi uchun biz bu yerga o'rtaga yo'lak berganmiz. Yo'lak deganda ham yo'lani prosta yo'lak qilmadik, biz bu yerga pianinali holatda qilib bitirib berdik uy egalariga. Pianinani ham zigzag uslubida qilib berganmiz uy egalariga. Albatta bitgandagi uy egalariga juda yoqdi. Bu obyektimizda stashkalarni yuvganda yoki bu yerda moshina yuvganda quyilgan suvlar promo kelib огород ichiga tushmasligi uchun biz bu yerga latvalarni qilib berganmiz. Chiroyli holatda qilib ko'rishlar har bitta kelgan suv latonchiga keladi va slivlar orqali chiqib ketadi. Biz alohida obzor qilib beramiz. Bizning kanalimizga o'tib, to'liq obzorni ko'rsana bo'ladi, yo'lani uzun ekan.